Keyin pastki tomondan yaxshilab o'raymiz. Men endi skochda o'rganganim uchun skochda qilaman. Ko'pchiliklar payvandlash lentalarda qiladi. Payvandlash lentalari menda to'g'risi ozgina qiynaldim. Menga qulayroq mana shu skoch ekan. Mana bo'ldi. Men qilamiz. Skoch uchun bitib bo'lmasa qiynaydi o'rayotganda. Harakatimiz tez bo'lishi kerak. O'shanga o'zingizga qanday qulay bo'lsa, shunday qiling. Mana ikkita pochka, ikkitasini ulab bo'ldik. Orqa tomondan ham xuddi shunaqa qilinadi. Men orqa tomondan ham hozir ulayman. Keyin pastdan yana ikkita ulayman. Men doimo 5 ta pochka, 5 ta kurtak, barg kurtak ulayman. O'shaning uchun hozir videom juda uzayib ketmasligi uchun men qolganini tayyor bo'lganda ko'rsataman. Bir narsani aytmoqman. Qalamchalar tayyorlayotganda birinchi qarang, novdani pishmaganini, mana shu tikanlarini olganda osongina tikan olinadi. Ko'rdingizmi? Tikanlarini olganda oson sinadi tikanlari. Shu bu yetilganini ko'rsatadi. Ochilib bo'lay deganni yoki ochilib bo'lganini olamiz. Tikanlardan tozalab bo'ldik. Tozalab bo'ldik. Qarang. Mana ochilib bo'lgan qismini olib tashlaymiz. Keyin mana bargi turibdi-ku. Bargini mana oyoqchasi qoladi, qolgan qismini olib tashlaymiz. Qalamchamiz tayyor bo'ldi. Keyin bargi oldidagi mandaqa mayda o'simchali chiqqanlarni ham olib tashlaymiz. Sizga nima qilayotganda, ulayotganda xalaqit bermasligi uchun. Mana ortiqcha qismini tashlaymiz. Yonida chiqqan ortiqchalar. Mana shu idealni rosa ulashga tayyor bo'lgan qalamchi. Bularni suvga solamiz. Suvga solib to ana qilib yarim soat bo'lgandan keyin payvand qilishga tushamiz. Payvand qilguncha qolganlari suvda o'tib turadi. Pochkani olayotganda, barg kurtak olayotganda yana bir marta ko'rsataman, qarang. Yuqoriroqdan mana shuni sekin kesib olamiz. Keyin mana barg o'rni kelganda sal chuqurroq olamiz. Endi harakat bilan ishlaymiz. Keyin o'rtadagi o'zagini o'zak po'sti qoladi, o'zagini ajratib olamiz. Ajratib oldik. Keyin o'zingizga to'g'ri keladigan qismini shuni ajratib turib, mana shu oyoqchasi bilan keyin tayyorlangan T-obrazmi nimamizga, kismamizga sekin yuqorisidan akkuratno qilib yemdoq qilib solamiz. Shu holatda qilsangiz ham bo'ladi. Men ko'proq shundan foydalanaman. Yana bittasi bor. Kesish yo'li. Kesish yo'li, qarang. Mana pochkani santimetr pastga qarab shuni kesiladi. Yuqorisidan ham kesiladi. Keyin mana shu yerda oyoqcha hosil bo'ladi. Tani. Keyin mana tayyorlagan, mana alohida tayyorlagan oyoqchasini
shu oyoqchasini keyin mana shu kesmaga, mana kesmaga shuni kirgizasiz. Kirgizganda mana shu holatda bo'ladi. Bu ham oson yo'li. Keyin yuqorisidan pastdan mahkam boylab qo'yiladi. Mana shtampimiz tayyor bo'ldi. To'g'rig'i ulanib bo'ldi. Payvand qilib bo'ldik. Bu 90 santimetrli Floribunda Ice for You uladim. Xudo xolasa 21 kundan keyin mana skochlarni olib tashlab turib, mana bu yuqori qismidagi mashinadan kesib tashlaymiz. Yuqorisini. Skochlari olib bo'lgandan keyin o'zi sekin ko'karib chiqaradi. U nima qilasiz? Ungacha mana bu oyoqchalari, mana bu oyoqchalar o'zi quriydi va tagdagi kurtak o'zi qoladi. Pochka qoladi. Mana edi. Agar zangor tursa 21 kungacha o'zi ko'karishga tayyor bo'lib ko'karadi. 10 kun, 15 kundan keyin qaraysiz, zangor bo'lsa, demak olgan bo'ladi. Agar jigarrang bo'lib qolsa, olmagan bo'ladi. Xudo xolasa hammasini oladi. Rezultatini ko'rsataman keyin. Ko'proq mana payvandchilar 15 kunda ham olishadi. Endi shoshilganlar, boshqa juda gektarga katta ekkanlar 15 kun, 16 kunda olishadi. Men endi shoshadigan yerim yo'q. Yaxshilab olgandan keyin o'zi sekin chiqishga boshlab, mana gul kurtaklari sekin novdalari bo'rtib bo'lganda o'zi ko'tarib qoladi. Sekin olib tashlaymiz. 21 kun bo'ladi. 24-25 mayda xudo xolasa olamiz. Mana salofanlarini, skotchlarini. Sizlar ham bemalol oldin qilishdan oldin, keyin buni mana bu shtampga, mana bu shtampimiz Crocus. Shunga mahkamlab qo'yamiz hozircha, yo chupa qilib qo'yamiz, mana bor gavdasiga, yoki shunga boylab qo'yamiz. Xudo xolasa yana 1 yil turadi bu. Ildiz yaxshi olgandan keyin men olaman. Avvallari men oldin namatayni olib, ekadigan tuvakka bo'lsa tuvakka, yerga bo'lsa yerga ekib turib 1 yildan keyin payvand qilardim. Bu yil mana shu holatda oldin yerda o'sayotgan namatakka qildim. Endi ildiz olgandan keyin boshqa tuvakka olganimizda menimcha yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Siz agar birinchi qilmoqchi bo'lsangiz, payvand qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri novdalarda proba qilib ko'ring. Keyin yaxshi chiqqanda keyin qolganiga qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa beraveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.